Barchaga assalomu obunachilar. Bugun biz FK Mobile o'ynaymiz va bir qancha paketlarni ochamiz. Bugun asosan kichkina akkauntimni kuchaytiraman, chunki kichkina akkauntimni 5 ta videodan bittasidan, ikkitasidan qo'yaman. Ko'p qo'ymayman, o'shaning uchun bugun kichkina akkauntimni kuchaytiramiz. Kichkina akkauntim hozirgi paytda shu ko'rinishida va buni ham bir qilib qo'yamiz. Va sizlarga aytadigan o'yincham, men buni oldim. Kimda qanaqa o'ynayapti? Men endi oldim bu o'yinchini. Tayyor fragmentli evaziga oldim. Nechta fragment edi? 118. 11000 nechtadir o'rganman, nechtalargadir oldim-da, qarchi. Hozir biz endi har doim emas, 5 kun ichida mavtdan sog'ilib beryapti. Bularni olib borishlarini aytib o'tib ketaman. Chunki oxirida bu yoqdan 115 dan 120 gacha bo'lgan o'yinchilarni beradi. Birinchi kunda esa 110 dan 120 gacha bo'lgan o'yinchilar, ikkinchi kun 500 ta fragment bilan 500 ta fragment bilan 5 ta nimadir mana bu narsa va 3-kun 2 ta draft va 4-kun ham 2 ta draft. Va hozir bitta divizion o'ynab qo'yar ekanman va bitta draft qabul qilaman. Va bitta divizion o'ynab olamiz. Bitta vsat o'ynab olsak 4 ta bo'ladi va 2 ta draft ochamiz. Bu necha o'ver bilan tushdim? 115 yoki 116. 116 ekan. Shunaqa shu legendarniymi yoki world classgacha chiqquninglarcha shunaqa ancha botlar tushib turadi sizlarga. Lekin xursandchiligingiz uzoqga cho'zilmaydi. Chunki o'sha aytib o'tganimdek, world class yoki legendarniyadan keyin sizlar tenga yoki sizlardan 2 ta 3 ta o'ver baralilar ham tushishi mumkin. Va hozirgi kunda ko'plar chempionda, deyarli 80% dan endi boshlaganlar shu hali chiqmagan legendarniyda. Va birinchi golimizni nazarda turib oldik. Markizio dan pas va Azardan gol 2-0. Va Leo Messi 114 karta bo'lsa ham cho'tga o'ynaydi Leo Messining 114 kartasi. Demak 119 jinni o'ynasa kerak ekan. Lekin Messidan ko'ra o'zim Ronaldoning muxlisman. Ronaldoning FKD kartasidan ko'ra Dembelening 119 kartasi yaxshiroq. Ronaldo muxlislariga uzr so'rayman, lekin rostdan ham shunaqa. Va Taybun bitta mana shu o'yinchini Slaviy tarafi oyog'i 3 ga 5 ekanda, uni oyog'ida yaxshi tepa olmas ekan. Uchirib olar ekan uni oyog'ida. Hujumchiga yaxshi mas'ul ekan, normal o'ynayotgan. Olishinglar maslahat beraman. Azarga pas va tepamiz gol. Hisob 9-2. Shunaqa botlar bilan tushsanglar, zerikib ketasizlar uni urib. Varatasi. Va Messidan pushga tepamiz. Gol. Va oxirgi udarni pas berib tepamiz va gol. Ko'rtiruvchilar o'yin 12-2 ko'rinishda o'z nihoyasiga yetdi. Va men profit 4 ekanman. Va bunda ham legendariyaga chiqishga harakat qilaman. Lekin 119 akkaunt bilan legendariyaga chiqish qiyin masala, to'g'risi. Va bu yerdan draftimizni qabul qilib olamiz. Buni olib qo'yamiz, mayli. 720 ta sound setimiz bor ekan. Va hozir 400 ta vizani o'zining ichiga kirib ko'ramiz. Va 6550 ta fragmentim bor ekan. Men nima o'yinchi olishni belgilab bo'lganman. O'shani olib agar yetsa va seriyaga kiramiz. Bitta draft olish imkonimiz bor. Men 3 ta skill game o'ynab chiqsam, mayli o'ynab chiqa qolamiz. Buni ham buni tugatgandan keyin esa 3 ta draft ochamiz va bitta 7000 taga LZ, ya'ni chap qanot защитник pozitsiyasiga bitta 117 ta o'yinchi olamiz. Albatta fragmentli evasiga. Va Messi
har doim bu skill game'larda ko'pincha napadaychi qatnashadi. O'zimni katta akkauntimda ham Anri yoki Bappe ko'pincha Anri qatnashadi, lekin Anrining ham tezligi bor. Masalan, Bappedan tezroq Anri. Bappeni FKda udar zo'r chiqqan, lekin to'g'risi. Udar 200 dan ham oshu, lekin tezligi 200 ga bormagan. 199 mi deya 198 mi? 117 kartasi bor, 4 kartasi 122 qilingan. Va birinchisidan o'tib oldik. Endi ikkinchisi. Va ikkinchisi ham shu ko'rinishda ekan. Endi orasi sal ingichkalashib ketargan borgan sari. Bittasini qoldirib ketamiz, adashmasam, yo'q, qoldiramiz. Birodan tezroq o'tib olsak, o'shancha tez daraxt paketlarini ochamiz. Menimcha yangi o'yinchini olsam, sostavim 120 bo'ladi. Mana bilmadim. Ko'p o'yinchilarni kuchaytirmaganman, lekin menga rank up hozir o'ta zarur va topishim kerak rank up ham. O'z videodan tashqari alohida o'zim ham o'ynayman, ozgina, o'shanda topib kuchaytira olaman o'yinchilarimni. To'g'risi ham ko'p o'yinchim deyarli kuchaytirilmagan. 1-2 pul o'yinchim bor bo'ldi. Akkaunt kuchli bo'ladi-yu, o'yinchi topolmaydi. Rank up rasta ko'p bo'ladi. O'yinchi topolmaydi. Lekin kichkina akkauntida rank up muammo bo'ladi. Va mana uchiruvni ham bitirib bo'ldik. Bu odam Modric kartini tanlaganman men. 250 ta bitta daraxt olamiz. Yaxshi. Bitta qarab qo'yay emblemini ichiga. Emblemi 270 ekan. Xo'p. Va sekin ochishni boshlaymiz. Birinchisi 290 20 ta. 115 o'yinchi adashmasam. Germaniya Sap va 115 kam Müller. Thomas Müller shu komandada o'ynayotdim Thomas Müller. Nega tutishga faoliyatini. Mayli. O'zi ham 40 yoshdan oshgan bo'lsa kerak, qaramadim yoshga. Va ikkinchi pakimiz va nechta turda 60 ta. 117 o'yinchi. 117 o'yinchi. Lekin Ispaniya Sizi Como kimdir? Jakob Rayna va katta shu nima o'yinchi. 1.05 abonent, lekin bilasizlar katta akkauntimga fragmentlarga kirib ketadi. Bunda ham fragmentlarga kirib ketadi, chunki 117 zashnik ham bor va oxirgisi. Va 5 yurda adastan video o'yinchi. 50 da hafta bo'ladi tushiga. Hozir bitta Elza qani tovasi, chapqona zashnik hammasi zo'r bo'lib ketadi. Bu ikkitasini beramiz. Shunda to'g'ri bo'lsa kerak. Shu ikkitasini berdi va rovna 7000 ta zo'r. Chapqona zashnik pozitsiya ko'ruvdim. Bitta o'yinchi topolsam bo'ldi. Qani edi? Mana. Mauro Junior tezligi bo'ladi. 5 uch oyoq braziliyalik ekan. Mayli kim bo'lsa ham to'g'ramiz. Rovna 6000 dedi, o'tgancha men 7000 deb yuribman. Braziliya. Roberto Carlos. Qaysi? Mauro Junior. Rank up'im bo'lsa kerak, adashmasam. Bitta ikkita kuchaytira olsam ham. Va mana 120 ko'rinishiga, mana. 120 ko'rinishda endi. Bitta kuchaytira olamiz bo'ldi, boshqa yetmaydi. Va mana tugatib oldik. Sostavim o'ta go'zal deydi. Endi shunga bitta varatar, bitta napadashi va bitta sapnik olsam bo'ldi. Sostavim o'ta zo'r bo'ladi bu ham.
Ya'ni 121 yoki 122 ko'rinishda bo'ladi. 118, 119 yuqori kartalar olsam. Videom shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Yoqqan bo'lsa like bosib, menga obuna bo'lishni unutmanglar. Tezroq 500 ta bo'laylik. Xayr, sog' salomat bo'ling.